Tumanning ko'rishga va xavfsizlikka ta'siri. Tuman haydovchilar uchun eng keng tarqalgan ko'rish muammolaridan biridir. U nafaqat oldingizni ko'rish qobiliyatingizni pasaytiradi, balki boshqa haydovchilarning sizni ko'rishini ham qiyinlashtiradi. Tumanli sharoitda eng muhim qoidaga rioya qiling. Tezlikni pasaytiring. Tumanli sharoitda xavfsiz haydash bo'yicha maslahatlar. Tumanli sharoitda 20-30 mph tezlikdan oshmaslik tavsiya etiladi. Agar tuman juda qalin bo'lsa va oldingizdagi 3 ta mashina uzunligidagi masofani ko'ra olmasangiz, tezlikni 10-15 mph gacha kamaytiring. Faralarni yoqing. Kesishmalarda haydovchi va yo'lovchi oynalarini tushirib, atrofga quloq soling. Signal chalib, boshqa haydovchilarga borligingizni bildiring. Old oynani artib turish uchun oyna tozalagichni muntazam ishlating. Ko'rinish juda yomon bo'lganda nima qilish kerak? Tajribali haydovchilar 0 ga yaqin ko'rinish sharoitida haydash tavsiya etilmasligini bilishadi. Agar ko'rinish 1 yoki 2 mashina uzunligidan oshmasa, xavfsiz joy topib, tuman tarqalgungacha kuting. Yomg'irli ob-havoda haydash. Yomg'irning ko'rishga va tortish kuchiga ta'siri. Hatto yengil yoki o'rtacha yomg'ir ham ko'rishni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin. Yo'lda yog' va kir birikib, sirpanchiq qatlam hosil qiladi. Yomg'irda xavfsiz haydash bo'yicha maslahatlar. Tezlikni pasaytiring. Oyna tozalagichlardan foydalaning va past nurlarni yoqing. Oldingi transport vositasi bilan oraliq masofani oshiring. Gidroplaning nima va uning oldini olish? Gidroplaning shinalar va yo'l orasida suv qatlami paydo bo'lishi natijasida mashinaning yo'l bilan aloqa yo'qotishi. Gidroplaningdan saqlanish uchun shinalarning chuqur tishga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Ularni to'g'ri bosimda saqlang. Tezlikni kamaytiring. Shamolli ob-havoda haydash. Shamolning yuk mashinasiga ta'siri. Kuchli shamol yolg'iz o'zi ham xavf tug'dirishi mumkin, ammo yomg'ir, qor yoki muz bilan birgalikda xavf yanada oshadi. 50 mph dan yuqori shamol tezligi yuk mashinasini nazorat qilishni qiyinlashtiradi. 60 mph dan yuqori bo'lsa, nazorat deyarli imkonsiz bo'ladi. Shamolli sharoitda xavfsiz haydash bo'yicha maslahatlar. Rulni har doim ikkala qo'l bilan mahkam ushlang. Kuchli shamol alomatlarini kuzating. Egilgan daraxtlar, uchayotgan qog'oz yoki shikastlangan transport vositalari. Agar yuk mashinasini nazorat qilish qiyinlashsa, xavfsiz joyda to'xtang va shamol susayishini kuting. Qorli ob-havoda haydash. Qorning ko'rishga va tortish kuchiga ta'siri. Qor tez to'planib, ko'rinishni va yo'lga yopishish kuchini kamaytirishi mumkin. Past harorat yo'llarda muz hosil bo'lishiga olib keladi. Bu esa sirpanishga sabab bo'lishi mumkin. Qorli sharoitda xavfsiz haydash bo'yicha maslahatlar. Tezlikni pasaytiring va oraliq masofani oshiring. Past nurlardan foydalaning va oyna tozalagichlar hamda old oynani isitish tizimi ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Tepalikda yoki pastlikda haydashda quyi tezlik darajalaridan foydalaning. Sirpanishdan qanday chiqish kerak? Agar yuk mashinasi sirpansa, ABS bloklanishga qarshi tormoz tizimi ishga tushadi. Tormozni barqaror bosim bilan bosib, mashinani to'g'ri yo'nalishda buring. Ortiqcha burilishdan qoching, chunki bu yuk mashinasining boshqa yo'nalishda sirpanishiga sabab bo'lishi mumkin.